Aziz Ramatov, so'z sizga. Rahmatov, domlajon. Ming bor uzr. Aziz Rahmatov. Men Xorazmlik deb o'ylagan ekanman, bu kishi Buxorodan ekanlar. Buxorolik. Charchamadingizmi, domlo? Yo'q. Bitta iltimos, Alimbek do'stim bilan Umidjon do'stimni qish iloji bormi? Bular Facebookdan kechasi bilan gaplashgan Umidjon. Umidjon shu Facebookda shu turibdi menimcha. Qani Umidjon? Yo'q, u bu yoqqa kirmoqchi bizaga gaplashishga, bizlar bilan Zoomga kirmoqchi. Ularga mumkinmi shuni? Muhammad Aziz, sizni men hozir anaqa qilib qo'yay, to'xtang, sargazdatir. Qo'shasiz. Mana bitta moderator qo'ydik, qo'shishadi. Xo'p, Aziz Rahmatov. Yoshingiz nechida? Qaysi soha bilan shug'ullanasiz? Qayerda yashayapsiz? Yoshim 32da. Oilaviy sharoitingiz qanaqa? Tarjimon bo'lib ishlayman, tarixchi, tilshunos. Buxoro, Samarqand, Toshkent, ingliz tili bo'yicha domla. Tamom. Shu hammasi birdaniga Tak, hozir menga yana do'stlarim yozishyapti. Umidjon bilan Alimbek bilan do'stlarimni qo'shsangiz. Laziz yo'qmidi? Laziz bilan Dilshod degan? Yo'q, Laziz Dilshod yo'q, Alimbek va Umidjon. Ma'qul, kirishsin qo'shamiz. Xo'sh. Ular kirib o'tiribdi, по-моему, sizlarni. Yo'q, kirmabdi. Kelsa qo'shib qo'yamiz. Savolingizni boshlaymiz. Qur'on haqida siz bilan. Birinchi domla oddiy savol, lekin biron kishidan to'g'ri javob olmagan savolim. Birinchisi Xudo haqida. Xudo qayerda? Xudoni kim ko'rgan, kim eshitgan? U где Бог? То есть Бог где? Его кто-нибудь видел, кто-нибудь слышал? И agar avvalgi payt, agar kitobga ishonib, например, Qur'on yoki Bibliyaga yoki Tavrotga ishonib, agar nima qilsak, gaplashsak, nima uchun oldin odamlar gapirib bilgan? Например, odamdan boshlasak to Muhammadgacha. Nima uchun hozir hech kim gapirmayapti? Aziz Rahmat, bitta sizdan iltimosim bor. Labay. Jumladan oldin bitta iltimosim bor. Biz musulmonlar payg'ambarlarni barchalarini o'zimiz uchun muqaddas shaxsiyatlar deb bilamiz. Ya'ni muqaddas deganda ilohiy shaxsiyat emas. Ularni biz o'zimiz uchun o'ta hurmatli, ota-onamizdan ham ularni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun payg'ambarimizni ismlarini aytganda, agar sizga malol kelmasa, Hazrati Muhammad deng. Odam alayhissalom haqlarida alayhissalom deyishingiz balki shart emasdir. Hazrati Odam desangiz, ya'ni meni hurmat qilgan bo'lasiz, ya'ni suhbatdoshingizni. Sizning e'tiqodingizga aloqasi yo'q. Lekin bu joyda musulmonlar eshitib turgani uchun payg'ambarimizga nisbatan Muhammad deyishlikni biz haqorat deb bilamiz. Shuning uchun agar sizga og'ir bo'lmasa shuni qilsangiz. Men hech kimni haqorat qilmoqchi emasman. Birinchidan madaniy gaplashishingiz uchun katta rahmat sizga. Men prosta odam sifatida aytyapman. Odam sifatida men uchun oddiy odam, shu men sizda odam, hammam odam. Men uchun nima yo'q, baland past qilish yo'q odamlarni. Biz ham baland past degan ma'noda emas. Ya'ni bizning e'tiqodimizni hurmat qilsangiz, qabul qilishingiz shart emas. Sizning e'tiqodingizni hurmat qilaman. Ularga nisbatan hurmat bor. Tamom. Xo'p. Savolingiz Alloh qayerda degan savol, to'g'rimi? Nima uchun oldin odamlar gaplashib bilgan, payg'ambarlar gaplashib bilgan, kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan, itagdar. Nima uchun hozir hech kim gaplashmayapti? Nima uchun Alloh agar Xudo deb agar bilsak, hech kim bilan nima uchun gaplashmaydi? Nima uchun o'zini ko'rsatmaydi? Nima uchun hech kim eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan, o'zini yuragini yoradi, Xudo deb ko'p odamlar hozir atrofimizda bor. Lekin Xudo haqida kichkina bo'lsam tushunchasi yo'q. Xudo qayerda va nima uchun kim bilan gapiradi, qachon gapiradi? Bu oddiy birinchi savolim, kirish savoli bo'lsa maylimi? Tamom. Bo'ldi, tamom. Demak, siz bilan bizning o'rtamizda mantiqiy asos bor, to'g'rimi? Rahmat. Mantiqiy asos bilan gaplashamiz. Xo'p. Alloh qayerda degan savol
mantiqan noto'g'ri savol deyiladi islom e'tiqodida. Buni qabul qilmaslik boshqa islomdan tashqari tushunchadagi odamlarni majburlamaydi. Lekin mantiqan olganda qayerda degan savol makonga nisbatan aytiladi. Masalan, osmonda, yerda desa, makon jihatidan desa, bu Botiriydiy aqidasida noto'g'ri. Qur'onda osmonda deb keladi. Alloh qayerda desa, osmonda. Qayerda degan savolga emas. Masalan, Qur'onda Allohu fis-sama, summastava alal arsh kabi oyatlar bor. Alloh osmonda, arshning ustida degan gaplar. Bular biz tushungan makon ma'nosida bo'lishi mumkin emas deydi ulamolar. Nimaga? Chunki Alloh makonni o'zi yaratdi. Makonni, zamonni o'zi yaratdi. Makon va zamon odatda nisbiylik nazariyasiga bo'ysunadi. Bilasizlar, makon, zamon, tezlik. Bular nisbiylik nazariyasi asosida o'lchanadigan narsalar. Nisbiylik nazariyasi bizga nisbatan. Masalan, menga nisbatan. Men hozir qimirlamay o'tiribman bir joyda, to'g'rimi? Nimaga nisbatan desa, atrofimdagi jismlarga nisbatan. Lekin quyoshga nisbatan men harakatlanyapman. Oyga nisbatan harakatlanyapman. To'g'ri. O'sha jihatdan qayerda degan savolni Allohga berilmaydi. Biz nima deymiz? Alloh taolo makonlarni yaratmasdan oldin ham bor edi. Makonlarni yaratgandan keyin qaysidir makonga xoslangani yo'q. Unda ham makonga ehtiyoji yo'q. Makonlar bir kun yo'q bo'ladi. Bu yer va osmon hammasi to'kilib tushadi. O'sha paytda ham Alloh taolo o'zi bor bo'lgan holda bor bo'ladi. Unga nisbatan makon nisbat berilmaydi. Buni qiziq o'xshatishlari ham bor. Misol uchun deylik, Hojiboyning bir gapi bor. Eshitganmisiz? Domla. Kechirasiz, temadan uzoqlashyapmiz. Tak, konkretniy savolim. Qur'on bo'yicha aytilyaptiki, Xudo 7 ta qavat osmonni yaratdi, keyin arshni ustiga taxt, kursi, to'g'rimi? O'shanga qo'ydi, o'shanga o'tirdi degan gap bor, a? Yo'q. O'tirdi degan gap yo'q. On sидит на троне. Men noto'g'ri tushunyapman. Xo'sh, arsh 7 qavat osmonni ustida degan. Arab tilida istava kelgan. Summastawa alal arsh. Istava kalimasini 18 ga yaqin ma'nosi bor. Birorta ma'nosini siz bilan men tushungan insoniy mezondagi ma'nosini Allohga nisbatan berish joiz emas deydi biz aqidada. Nimaga? Biz Alloh degan zotni komil deb e'tiqod qilamiz. Birorta nuqsondan iborat emas. Alloh deganimiz komil sifatga ega bo'lgan zot. Avvalo oxiri Alloh deyiladi. O'lmaydi, qandaydir sifat unda yangitdan paydo bo'lmaydi, komil bo'lgan zot. Bu zotga biz tushungan istavo ma'nosining birortasini berib bo'lmaydi. Lekin Qur'onda Alloh taolo istavo alal arsh dedi. Arshga istavo qildi dedi. Buni nima deb tushunamiz desa, bugun biz ichimizda tortishuv bor musulmonlarning ichida. Men Maturidiy aqidasidaman. Imom Maturidiy aytadiki, Qur'onda istavo keldimi? Ha. Istavo alal arsh deymiz, bo'ldi. Qarshimizda bir jamoa bor. Bugun salafiylar deyapti. Ular nima deydi? Arshni ustiga chiqib oldi deydi. Yoki arshga, ularda ko'p ixtilof ko'p. Arsh ustiga o'tirdi deydi, siz aytgan singari ham bor. Arshga yopishib turibdi deydi. Arsh deganda taxt. Taxt bilan Alloh o'rtasida zazor bor deydi. Keyin ba'zi hadislar bor. Kechani yarmida dunyo osmoniga Alloh tushadi degan hadislar bor. Alloh dunyo osmoniga tushsa arsh bo'sh qoladimi deydi. Bular barchasi islomning sof aqidasida botil gaplar. Chunki bu tushunchalar insoniy tushunchalar. İnsoniy tushuncha bilan Allohga qolib, ya'ni bir profil yasab bo'lmaydi. Biz iymon keltirganmiz, g'ayb. Alloh taolo bizga g'ayb ekanligiga iymon keltirganmiz. Lekin Allohni kim ko'ribdi? Allohni qatdan bilamiz, qanaqa qilib gaplashamiz desa, Alloh taolo gaplashishligini payg'ambarlarga xosladi. Va eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on nozil qildi. Qur'on qiyomatgacha Allohning kalomi ekanligini sobit qildi. Qur'on Allohning kalomi.
Biz Qur'on siz o'qir ekanmiz arab tilida. Alloh bilan gaplashganday bo'lamiz, lekin undan amrni ulamolarning tushunchasi bilan olamiz. Xo'p, shu din e'tiqod bo'yicha Xudo bizni yaratdi, to'g'rimi? mhm. Tak, ana shu bizni yaratgan bo'lsa, bizni ongimiz agar yetmasa, man mantiqni ko'rmayapman. Siz aytdingizki, mantiqiy emas. Men bilmayman, siz mantiq nima uchun bunday dedingiz? Kechirasiz, meni o'zbekcha gaplashishim juda zo'r emas. Ну, я на русском привык разговаривать. Bemalol, tushunyapman. Да. Xudo qayerda degan savolim bu juda oddiy savol, chunki kimdan so'rasang Xudo qayerda desang, hamma aytadiki, "O't tepa osmonga qara, o'sha yoqqa Xudo" deb. Bu 7 qavat Hamma osmonni aytgani dalil bo'lmaydi-da. Xo'sh, Gagarin Hamma aytgani ilmiy dalil bo'lmaydi. Gagarin 61-yil kosmosga chiqqan paytiga Xudoni ko'rmadi. Atmosferadan chiqib, u yoqqa kosmos, vселенная и так далее, katta joylar Xudo ko'rmaydi. Keyin odamning ko'zi yetmaydigan bo'lsa, bizga hozirgi paytda fan, texnika rivojlangan, biz o'zimiz ko'rib bilmaydigan narsalarni teleskop bilan misol ko'ryapmiz. Ну, yirik qanaqadir apparatlar bor. Apparat bilan ham ko'rib bo'lmayapti. Biron agar tak, qanday sizga tushuntirsam, to есть Tushunyapman. Qur'onga yoziladiki, sizga ko'z ato qilganni ko'zi yo'qmi degan gaplar bor-ku Qur'onda. U ko'zi bo'lsa, qulog'i bo'lsa, no tam eshitsa bizana, samiyan basiran, basir ko'radigan, sami eshitadigan. Agar ko'rib bo'lsa, eshitib bo'lsa, demak uni qulog'i bor, ko'zi bor, shundaymi yoki noto'g'ri gapiryapmanmi? Yo'q. Noto'g'ri gapiryapsiz. Biz Allohga, biz ikkalamiz o'rtamizda bir narsani kelishib olishimiz kerak. Biz Allohga fizik modda sifatida iymon keltirmaymiz. Fizik modda bor-ku, modda molekulalardan tashkil topgan, javharlardan tashkil topgan murakkab molekulalarning o'zaro bir-biriga yopishishi oqibatida tashkil topgan demaymiz. Shuning uchun Allohning ko'zi bor, qulog'i bor degani biz mavjud Allohga ibodat qilayotganimizni bilish uchun. Bu yerda mantiqsizlik yo'q. Men sizga savolni mantiqsizligini sal boshqacha formada aytsam tushunasiz. Masalan deylik, Alloh qayerda degan savol makonga tegishli. Alloh taolo makonga aloqador zot emas, makonni o'zi yaratgan. Endi siz masalan bir erkak kishiga borib, siz erkakmisiz desangiz, ha deydi. Nimaga tug'magansiz bo'lmasa desangiz, u mantiqsiz savol bo'ladi. Eshitib turing, bu mantiqsiz savol bo'ladi. Nimaga? Tug'ish sifati erkakka xos emas. Endi siz erkakka tug'ish sifati bilan savol berib, u sizga hayron bo'lib tikilsa, erkak masakansizki degan xulosani chiqarsangiz, mantiqsizlikdan kelib chiqqan mantiqsizlik bo'ladi. Tushundingizmi? Alloh taologa nisbatan men sizni fikringiz, savolingizni formulasini tushunarli qilish uchun aytdim. Ba'zan savol mantiqsiz bo'ladi. Unga javob, ya'ni mantiqan javob kutilmaydi undan. Men aytamanki, savol noto'g'ri. Alloh qayerda degan savol Allohga nisbatan berilmaydi. Berilsa ham aytiladiki, Allohga makon nisbat berilmaydi. Kechirasiz, bitta gap Shunga o'xshagan ko'radi degani bizni Domla, kechirasiz, bunga kichkina istisno, to есть исключение. Men nafaqat Qur'on, Bibliya, Tavrot, Injil, no tak hamma kitoblarni o'qigan. Shu Qur'on kitobida yoziladiki, bu kitob boshqa kitoblarni tasdiqlaydi, himoya qiladi, подтверждает, дополняет и защищает. Uchta qolgan kitoblarni, undan oldin kitoblarni. Yo'q, защита emas u. Mahfuz ma'nosi подтверждает. То есть подтверждает предыдущие книги, to'g'rimi? Ana u Tavrot, Injil, no o'zbekchasi, подтверждать to'g'ri. Подтверждать to'g'ri, lekin uni himoya qiladi emas, uni o'zidan oldingi kitoblardagi asl ma'lumotlarni o'zida saqlab qolgan degan. Xo'p? Chunki buni ham sababi bor, bir-biridan kelib chiqishi uchun. Chunki bular hammasi ideyasi birlikka, то есть в одном направлении идут. Так, Bibliyada kelyapti, ya'ni,
Bibliyaga yoziladiki, Bog' so'zda u nas po образу и подобию своему. Obraz podobie, ya'ni qo'li bor, boshi bor, oyog'i bor, tanasi bor. No, keyin Xudo deb ko'p kishi xotin kishini tasavvur qilmaydi, erkak kishini tasavvur qiladi, to'g'rimi? Xudo bor, ya'ni Bог в мужском роде. В мужском роде его понимают, Бога. Но Бог мужчина, как бы дьявол мужчина, дьявол не женщина, Бог не женщина. То есть в мужском роде понимает это. Noto'g'ri bu ham. Endi qarang, siz Injilni o'qidim deyapsiz-ku. Tavrotni ham o'qidim deyapsiz, to'g'rimi? Siz Injilni ham, Tavrotni ham o'qimagansiz. Siz bugungi kunda Injil deyotgan va Tavrot yo'q. Hozir Tavrot yo'q, o'rniga Talmud o'qishadi. Tavrot yo'q, Injilni ham asl nusxasi yo'q. Biz qanday e'tiqod qilamiz? Injil haqiqatda xushxabar degani. Iso alayhissalomga nozil bo'lgan vahiylar to'plami. U Isoga nozil bo'lgan. Isoga nozil bo'lgan, Iso alayhissalomga va u kishi havoriylariga o'rgatgan ta'limot Injil, ilohiy kitob. Qur'oni Karimda Injil bor. Injil haqida ma'lumotlar bor. Unga iymon keltiramiz. Lekin ular bu ta'limotlarni oldin gaplashgan Ravshan ukamizni bilan bo'lgan suhbatdagi katolik cherkovining hokimiyatni qo'lda ushlab qolish uchun qilgan harakatlari yuzasida Injillar o'zgartirilgan, o'zgarib ketgan. Va bugunga kelib hozirga siz o'qiganingiz tarjima. Injilning asl nusxasi ibroniy tilida. O eski til. U til hozir yo'q. Masalan, ba'zilar aytadiki, bizni e'tiqodimizda aytadiki, Iso alayhissalom tushadi osmondan deymiz biz. Iso alayhissalom tushadi yaqinda. Kelajakni qiyomat alomatlari. Ba'zilar aytadiki, nimaga Iso kechirasiz. Shunga savol keladimi, yo'qmi? Savol? Iso haqida aytdingiz-ku. Iso keladimi, yo'qmi? Shu savolim hozir. Shuni aytayapman. Ba'zilar aytadiki, Iso kelmaydi deydi. Biz aytamizki, Iso alayhissalom keladilar. Nimaga unda deydi, Injilni asl tili o ibroniy edi. Qadimgi til, hozir o'lik tillar. Hozir o'lik tillarga kiradi u. Hozir hech kim u tilda gaplashmaydi. Iso o'sha tilda dunyodan ketgan, qaytib kelsa qaysi tilda gaplashadi deydi. Mantiqan to'g'riga o'xshaydi savol. Lekin biz bunga javob beramizki, Qur'onda Iso alayhissalomning tug'ilish hodisalari bor. Maryam surasida. Maryam onamiz Isoga homilador bo'lganlarida Yahudiylar o'rtaga olishib, qatdan orttirib kelding bu bolani deyishgan. Shunda aytganki, u kishi men degan gapirmaslikka roza tutdim. Beshikdagi bola Iso tug'ilgan. Beshikdagi bolaga ishora qilgan. Qur'onda fa asharat ilayhi deydi Alloh taolo. Beshikka ishora qilganda Yahudiylar aytishganki, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bu go'dak beshikda yotgan bola bilan qanaqa gaplashamiz deyishgan. Shunda Iso tug'ilgan bola, tug'ilganiga 1 soat bo'lib bo'lmagan. Aytadiki, inni abdulloh deydi. Men Allohning quliman. Ataniyal kitob va ja'alani nabiyyan va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis salati vaz zakati ma dumtu hayya va barran bi walidati va lam yaj'alni jabbaran asiyya yoki shaqiyya. Shuncha gapni gapiradi. Men aytamanki, Qur'onga iymon keltirganmisan? Ha, masalan, sunnat inkorchilari borda bizning ichimizda ixtilof qilyapti. Ular Iso kelmaydi. Nimaga? Ibroniy tilda hozir yo'q, qanaqa gaplashadi deydi. Ha, Qur'onda beshikda turib gapiryapti-yu. Bunga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Alloh taolo gapirib qo'yaveradi buni deydi. Ya'ni bu boshqa mavzu. Men sizga mavzuyimizga qaytaylik. Siz o'qigan Injilda Allohni boshi bor, oyog'i bor, jismi bor, mujizko'y, rot, bular barchasi botil tushunchalar. Bular mujassimalik deyiladi. Allohga kim jism bersa, islom e'tiqodida u ahli bid'at, hatto ba'zilar dindan chiqdi deydi. Chunki Alloh taoloni arablarda, ya'ni islom ulamolarining asosiy qoidalari bor. Ma khatara bi balik vallohu laysa kazalik. Hayolingga nima kelsa, Alloh emas deyiladi. Hayolingizga nima kelsa Alloh to'g'risida, Alloh emas. Nima uchun? Chunki biz ko'zimiz ko'rgan nisbatga ko'ra mezon qolip yasaymiz. Va ko'zimiz ko'rgan nisbatga ko'ra yasagan qoliplarimiz Alloh bo'lishi mumkin emas. Biz Allohni iymon keltiramiz komil sifatlari bilan. Eshituvchi zot, ko'ruvchi zot,
qudratli zot, hikmatli zot, olim zot, 99 ta ismi bor. Bu ismlari bizni Allohni tanishimizga yetadi. Lekin uni kayfiyati biz uni idrok qila olmaymiz. Masalan, sizga tilshunossiz, to'g'rimi? Bilganim qadar. Filologsiz, to'g'rimi? Tilda o'ta muhim narsalar bor. Masalan, ko'rish bilan idrok qilish o'rtasida farq bor. Bilasizmi? Hozir tushundingizmi? Ko'rish bilan idrokning farqini. Ko'rish bir narsani, masalan, mana bu chashkani ko'ryapman men. Buni chegaralari bor, yumaloqligini bilyapman, ko'rdim buni. Va buni idrok qilyapman. Mana chegaralari bor, qo'lida ushlaydigan joyi bor. Buni ichi qahva quysa bo'ladigan narsa. Buni idrok ko'rish deyiladi. Lekin ba'zi narsalar bor, ko'ramiz u idrok qila olmaymiz. Masalan, kunduzini idrok qila olasizmi? Ya'ni chegarasini topa olasizmi kunduzini? Kunduzini chegarasini topa olasizmi? Kunduz, ну, свет, день, ночь, конечно. Quyosh chiqsa kunduz bo'ladi, quyosh ketsa qorong'i bo'ladi. Yo, men boshqa narsa aytdim. Idrok qila olasizmi? Ko'rasiz? Yo, ko'rasiz uni. Konkretni javob bera olmayapsiz, tushundim. Menga savolimdan butun uzoqlashib ketdik, kechirasiz. Tak, просто so'raganimning sababi Xudo qayerda? Chunki tak Nur surasida yozilyaptiki, Allohu nuru samavoti val ars, to'g'rimi? Alloh nur deb deyapti. To есть свет. Yo. Alloh nur emas. Noto'g'ri tushunyapsiz. Alloh nur emas. Nur yaratilgan narsa. Хорошо. Nur yaratilgan narsa bo'lsa, хорошо. Xudo qayerda degan savolga javob mantiqan yo'q dedingiz, ha? Yo, savol noto'g'ri. Erkak kishi tug'adimi degan savolga o'xshaydi bu. Xo'p, bo'ldi. Nima uchun oldin gapirgan odamlar bilan hozir gapirmayapti? Ну, через посредника, ana bu через посредника u siz ishonasiz-ku. То есть Jabroil alayhisalom kelib ketdi, no tam ili o'zi maysi o'zi bilan o'zi gapirdi. Nima uchun hozir hech kim gapirmayapti? Chunki payg'ambarlik to'xtagan. Payg'ambarlik to'xtagan, ha? Tak, Qur'onda oyat borki, har bitta qavmga o'zini payg'ambari bo'ladi. Shunaqa gap bormi, yo'qmi? Domla, siz Qur'onni bilasiz-ku, har bir qavmga o'zini payg'ambari bo'ladi. Tak, bu birinchisi. Ikkinchisi, Qur'ondan yana bitta savolim bor, Qur'on bo'yicha maylimi? Bo'ldi, ana yuqoridagi gapingizni xulosalab qo'ying. Har bir qavmga payg'ambar keladi deganda nima tushunyapsiz siz? Har asrda yangi payg'ambar kelish kerakmi bu oyatga ko'ra? Yo'q, nima uchun kelmayapti? Mana savolim. Nima uchun agar odamlarga kerak chunki Qur'on chunki oxirgi payg'ambar tashab ketgan ta'limot qiyomatga qadar hech kim o'zgartira olmaydigan ta'limot. Alloh taolo bir ta'limotni oxirgi payg'ambarga jo'natdi va aytdiki, Muhammad xotamul anbiya dedi. Payg'ambar Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning oxirgisi, muhuri, ya'ni tugatuvchisi dedi. Undan keyin payg'ambar kelmaydi. Payg'ambar rasul, payg'ambardan keyin payg'ambar kelmaydi. Lekin siz aytayotganingiz singari insonlarda payg'ambarga, Allohning kalomiga ehtiyoj bor. Unda nima qilamiz desa, mana Qur'on dedi. Mana payg'ambarning sunnati dedi. Qiyomatgacha eshiting. Qiyomatgacha buni o'zgartira olishmaydi. Inson Qur'on va sunnatdan ta'limot olib, Allohning aytganlarini qilib yashashlik imkoniyatiga ega. Shuning uchun bundan keyin payg'ambar kelmaydi. Alloh taolo hech kim bilan gaplashmaydi. Xo'p, ana shu savolingiz. Xotaman nabiy dedingiz-ku, bu как раз, по-моему, Al-Ahzab surasidan aytdingiz, ha, to'g'rimi? Ahzobda, ha. Al-Ahzab surasidan savol bersam maylimi? 33-sura, 37-oyatda nima deysiz? Xohlagan surangizdan savol bering. Xo'sh, ana shu как раз 33-sura, 37-oyat. Zayd haqida Muhammad alayhisalom, ana siz uchun aytyapman, bo'lmasa oddiy Muhammad deyman. Tak, ну, o'zini katta qilgan o'g'lini xotin qilib olyapti. O'g'li emaski? Хорошо. Приемный сын, to'g'rimi?
Bu muhimku, siz filologsiz. O'g'li bilan priyomniy o'g'ilni farqi bor. Xo'sh. Priyomnisini xotinini o'zini xotinini qilib olyapti. Tak, o'zini mantiq bo'yicha gapiramiz-ku, unga xotin достаточно edi. То есть 14 tami qancha xotin edi? 13 ta, 14 ta, baribir qayerdadir yozyapti 12 ta, 17 ta tam и так далее. Xotinga muhtojlik emas edi uni xotini olishga. Men bilmayman nima uchun bu narsa bo'ldi. Keyin shu menga bitta katta dalda bo'ldi-da Qur'ondan nima bilishga, to есть uzoqlashishga. Nima uchun u o'zini katta qilgan o'g'lini, hozir misol siz o'g'li emas, o'g'li emas. Siz padan. Хорошо. Siz ota sifatida ana shu farzandlaringiz bor o'zingizni, bitta, ikkita, uchta, nechta bo'lsa, Xudo bergan bo'lsa, umri bilan bergan bo'lsin. Xo'p, yaxshi. Ana shu ayrim odamlarga, oilalarga bola bermagan, ha? То есть они не могут родить. То есть они усыновляют детей из приюта. Ana u nimadan, детдомdan bola oladi. Kichkinaligidan oladi, katta qiladi. Unga o'qitadi, nima qiladi, pul beradi, keyin unga xotin olib beradi, ha? Uylantiradi. U mantiqga to'g'ri keladimi? Uni qizini, to есть xotinini o'ziga xotin qilib olish mantiqga to'g'ri keladimi? Ana siz ayting. Qaysi mantiqqa to'g'ri kelmayapti u? Ibi? Begona-ku, begona, o'zini o'g'li emas u. U begona-ku, o'zini o'g'li emas u. Ha, misol keltirsak, mani bolam yo'q. Men o'ylamagan. Mani bolam yo'q. Men bitta bolani jetdomdan olib katta qilaman. To есть unga pul beraman, o'qitaman, yediraman, unga xotin olib beraman, ha? Uni xotinlik qilaman. Keyin o'zimni yoshim katta bo'lib ketgan, u meni bolam deyman, meni dada deydi, men uni bolam deyman, ha? Xot biologik bo'lmasa. Bolam to'xtang. Yo'q, to'xtang. Bu yerda siz jumlani o'zingizga burib ma'no aytishga harakat qilyapsiz. U bolangiz emaski, sizdan tug'ilmagan, u begona, uni otasi bor uni. Uni onasi bor. Qanaqasiga siz uni bolam deyapsiz? To'rtta ovqat berib qo'ysangiz bolangiz bo'lib qolmaydi u. Bu yerda boshqa hodisa bor. Sizga hozir shu hodisani mantig'ingizga to'g'ri keladigan, 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladigan tarzda isbotlab beraman. Va qaytadan Qur'onga qaytib kelasiz. Agar mantiqiy ma'noda, ya'ni men sizni ko'ryapman, ziyoli odamsiz, samimiy tarzda eshitsangiz qaytib kelasiz. Qarang. Qur'onda Zaydni falamma qado Zaydun, o'sha oyat kelgan. Yagona sahobalardan Zaydning ismi kelgan Qur'onda. Qachonki Zayd ayolini taloq qo'ygandan keyin, iddasi tugagandan keyin zavvajnakaha degan Alloh taolo. Sizga uni nikohlaymiz degan. Payg'ambarimizga buni nikohlayapti. Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Endi Qur'onda shu hodisa bo'lganligiga ishonyapsizmi? Shu hodisa bo'lgan, to'g'rimi? Bo'lgan, naverno bo'lgan, chunki men uni hozir как dalil sifatida keltirmayapman. Yozilgan. Yo'q, naverno emas, bo'lgan u, aniq bo'lgan. Endi o'sha Qur'on boshqa bir oyatda, Ahzobning 40-oyatida, o'sha voqealar o'tgandan keyin siz va sizni tushunchangizdagi odamlar, Muhammad o'zini o'g'lini, xotinini nikohlab oldi deb ayyuhannos solishdi, qichqirishdi, baqirishdi. Shunda Alloh taolo aytdiki, 40-oyatda ochib o'qing. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sizlardan birorta erkakning otasi emas. Zaydning otasi emas payg'ambar. Muhammad sizga javob beryapti. Lekin bitta narsa Rasululloh, eshiting, oxirigacha eshiting, iltimos. Lekin Rasululloh, Rasul va xotaman nabiyyin, payg'ambarlarning xotami, tugatuvchisi. Va kanalloh bikin shayin alima. Endi bo'ldi, bu oyatda sizga javob bor. Lekin hodisani aytib beraman sizga. Hodisa voqea. Nimaga bunday bo'lgan? Ha, shuni aytib bering. Nima uchun? Nima sababdan? O'zi sababdan nima hikmat? Domla, bitta narsa. U Muhammad sallallohu alayhi payg'ambar
Muhammad payg'ambar tak xotinni dastlab edi o'ziga. To есть bitta emas, ikkita emas, nechta xotin edi? Bitta narsaga kelaylik. Bitta nikohda 9 ta bo'lgan. Bitta nikohda 9 ta bo'lgan. 9 tagacha xotin 12 tagacha bo'lgan, lekin bitta nikohda 9 ta ayol bilan yashaganlar. Da, bu juda qiyin narsa. Ha, mayli. 9 ta xotini bor odam boshqa xotinga muhtoj bermaslik kerak, по-моему. U yana nima uchun to'ppa-to'g'ri tushunyapsiz? U kishi muhtojligidan uylanmagan. Tushundingizmi? Demak, muhtoj bo'lmagan. Muhtoj emasligi aniq. Muhtojlikdan uylanmaganlar. Agar muhtoj bo'lsalar, hamma xotinlari qiz bo'lardi. Atroflaridagi barcha sahobalar qizini olib kelib payg'ambarimizga "Mang, bizga oling" desa, Rasululloh qabul qilsa bo'lardi. Hazrati Abu Bakr qo'shqo'llab berganlar Oysha onamizni. Va payg'ambarimiz qiz bilan juvonni farqiga borardilar. Agar muhtoj bo'lganlarida xotinga, u kishi Ummu Salamaga o'xshagan keksayib qolgan kampirni nikohlariga olmasdilar. Payg'ambarimizning nikohlarini hammasini kulmang, madaniyatdan chetlashyapsiz. Sizga yoqmasligi mumkin. Men sizga buning javobini beryapman. Payg'ambarimizning nikohlarining hammasi bir hikmat asosida, Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. O'zlari u xotinga muhtojlikdan bo'lmagan. Ha, buni topibsiz. Nima uchun Zayd masalasini gaplashaylik, buni tugatamiz, keyin boshqasiga o'tamiz. Давай. Zaynab payg'ambarimizning ammalarining qizi. Ammavachcha bo'ladi. Zaynabni yoshligidan ko'rib bilib yurganlar. Va Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sovg'a qilingan qul. Sovg'a qilingan qul edi u. Hadicha onamizning bolasi edi. Ya'ni bolasi emas, qul edi. Payg'ambarimizga Hadicha onamiz sovg'a qildilar. Payg'ambarimiz uni olib ozod qildilar. Va ozod qilib qo'lidan ushlab Makkaliklarni, Makkadagi urf odatga ko'ra bu mening o'g'lim dedilar, e'lon qildilar. Hada ibni dedilar. Buni ismi Zayd ibn Muhammad dedilar. Kechirasiz, telefonim tushdi. Tak. Zayd ibn Muhammad deb e'lon qildilar. Va arablarning odatida va butun insoniyat kelajakdagi to qiyomatgacha keladigan payg'ambarni o'ziga payg'ambar deb bilgan odamlarda ya'ni ijtimoiy masalada qiyinchilik yuzaga keldi. Farzand boqib olishlikda nima bo'ladi? Agar bu o'g'li bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy ma'noda biologik o'g'il emas-ki bu. Endi bu o'g'li bo'ladigan bo'lsa, buning otasining vazifasi nimadan iborat bo'ladi? Har doim ham o'g'ilni zaruratdan boqilmaydi. Bir odam o'zini o'g'lini sizga berishi mumkin. Masalan, akangiz o'g'lini sizga berishi mumkin. Qo'shningiz sizni hurmat qilib, meni o'g'limni tarbiya qil, sanda bo'lsin deyishi mumkin. Bu vaziyatda ertaga o'zining singlisi siz boqib olgan o'g'il bilan sevishib qolsa, ular o'zaro nikohlanib ketsa, siz o'g'il sizni o'zini otam deb o'ylasa, bu vaziyatni qanday yechiladi? Bu johiliyatda mana bu problema bor edi. Bu problemani yechish uchun Alloh taolo bu narsani qadar qildi. Zaydga Rasululloh o'zlari Zaynabni olib berdilar. Zaynab avval rozi bo'lmagan. Tegmayman deb turib olgan. Payg'ambarimiz aytganlar, "Men aytayapman, teg" deganlar. Jiyanlarini. Zaydga olib berdilar. Vaqt o'tgandan keyin Zayd bilan Zaynab o'rtasida kelishmovchilik yuzaga chiqdi. Nimaga? Arablarning ichida zotagon oiladan Zaynab, Zayd quldan ozod bo'lgan bola. Biroz o'rtada er-xotin o'rtasida kelishmovchiliklar bo'ldi. Alloh taolo buni qadar qilyapti. Nima uchun? Kelajak ummatga boqib olingan bola haqiqiy bola emasligini isbotlash kerak edi. Buni boshqa odamning hayotida emas, aynan payg'ambarimizning hayotida ijro qildi. Nimaga? Odamlar payg'ambarga ergashadi. Va shuning uchun Zaynab bilan ajrashganda payg'ambarimiz biroz to'xtab turganlar. O'sha oyatning teparog'ini o'qisangiz, Alloh taolo "Mendan qo'rqing" deyapti payg'ambarimizga. Odamlardan emas, mendan qo'rqing. Qachonki Zayd xotinini bormi? Bor. Oysha onamiz aytganlar. Agar payg'ambarimiz Qur'ondan bir oyatni berkitmoqchi bo'lsalar, mana shu oyatni berkitardilar. Nimaga? Juda og'ir bo'lgan. Xuddi siz qilgan ta'nani Makka mushriklari qilgan. Sen o'zingni o'g'lingni, xotinini olyapsan deyishgan. Shunda Alloh taolo mana bu oyatni nozil qilib,
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Hech bittaning ota emas payg'ambar. Buni o'g'li yo'q. U Zayd payg'ambarning o'g'li emas. Begona bo'lgandan keyin buni olish joiz dedi. Ya'ni umumiy ma'noda islom fiqhida, do'stim, oxirgi nuqta qo'yaman hozir. Umumiy ma'noda islom fiqhida tabanni degan bob ochildi. Tabanni nima degani? Bola asrab olish. Siz bola asrab olmoqchi bo'lsangiz, mana shu oyatlarda asrab olgan bolangizni asl otasini aytib qo'yishingiz shart. O'zingizning nomingizga va da'vo qilib bu mening o'g'lim deyishingiz gunohi kabira hisoblanadi islom fiqhida. Nimaga? Chunki nasab buzilib ketadi. Mana shu sabab bilan shu siyosatni to'g'rilash uchun Alloh taolo buni joriy qildi. Shuning uchun siz savol berayotganda do'stim, o'g'li deb savol berishligingiz nosamimiylik bo'ladi. O'g'li emas. Zayd Rasulullohning o'g'li emas, begona. Begona bo'lganing uchun uning xotini taloq qilinsa olaveradi. Men masalan bir bolani boqib oldim, meni bolam emas. Давайте ana shunda bitta misol keltirsak, domla kechirasiz, biz hozir современный обществоga yashayapmiz. Madaniy gaplashyapmiz, ha? Rahmat sizga. Ana shu современный обществоga ana shu odamgarchilik nuqtasidan aytsak agar to'g'ri keladimi? Ana misoli men bitta bolani asrab olaman, deddomdan olaman, katta qilaman, meni yoshim 2 barobar undan katta bo'ladi. То есть приблизительно 20 yil, 15 yil, 30 yil farq bo'ladi. Так. Uni xotini chiroyli bo'lsa agar, men uni xotinini olishga qanday boshim, qanday menga umuman to'g'ri kelmayapti-da bu narsa. Umuman bunga nimasi to'g'ri kelmayapti? U bolani faqat tushundim. Ya'ni odamgarchilik, meni kallamga to'g'ri kelmayapti deyishingiz bu shaxsiy qarashda. Siz olmasangiz olmaysiz. Mana masalan, men ham olmasam olmayman. Lekin kimdir buni olsa, bu noto'g'ri ish qildi deya olmaymiz. U begonaki, o'zini o'g'li emas u. Shariat shuni aytayapti. U sizni o'g'lingiz bo'lib qolmasligini isboti uchun. Yo'q. Kechirasiz. Bu yerda isbotlangan narsa nima desa, boqib olingan o'g'il sizni o'g'lingiz emas. Mana shuni isboti uchun bo'ldi bu. Boshqa yo'li yo'q isbotlashlikning. Mana shu isbot bo'ldi. Tushundingizmi? Siz olmasangiz, tabiatingiz ko'tarmasin. Lekin bitta gap aytaman sizga, Azizbek. Bitta gap. Odamgarchilik deganda siz qaysi mezon bilan odamgarchilikni o'lchaysiz? Sizga odamgarchilikning mezoni nimadan keladi? Moral deydi. Rus tilida moral degan va совесть degan narsa, ya'ni insof, to есть совесть. Yo, insof boshqa narsa, vijdon aytmoqchisiz. Vijdon va moral tushuncha, axloqiy. Tamam. O'shani aytyapman. Bu uni siz ko'rmaysizki, masalan, uni kechirasiz, ana bu oyat ikkalasiga ham to'g'ri kelmaydi. Shu uchun sizga savol berishimni birinchisi ana shu ma'nosi. Nimaga to'g'ri kelmaydi? Sizga aytyapman. Qarang, sizning o'g'lingiz emas u odam. Nimaga to'g'ri kelmaydi? Sizning o'g'lingiz emas u. To'xtang. Begona u. 30 yosh sizdan kichik. 30 yosh sizdan kichik. Farqi yo'q. 20. Хорошо. U sizni o'g'lingizning xotini. U asrab olgan o'g'lingiz asranda o'g'lingizning xotini. Asranda o'g'il bo'ladimi? Priyomniy sin deydi. Priyomniy sin deydi. O'sha sin bo'lmaydi u. Sin bo'lmaydi u. Shuni isbotlash uchun bo'lgan bu voqea. Tushundingizmi? Priyomniy sinni lekin tushundi ko'pchilik. To'xtang, ana bu yoqqa chunki bu yoqqa qolganning joyi bor-da. U bo'lgan narsa o'tib ketdi уже 1400 yil oldin, to'g'rimi? У yoqqa aytayaptiki, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении своих приемных сыновей. Bu deganiki, hozirgi paytga ham agar Qur'on действует qilsa agar, to есть hozirgi paytda ham men bitta o'g'ilni asrab olsam, xotinni olishiga dabro beryapti bu narsa. To'g'rimi, yo'qmi? U talab qo'yib, u ajrashib ketgandan keyin olsa joiz, ha? Taloq qilish o'g'lingiz emas u. Понятно. То есть hozir ham taloq qilsa, men olishimga haqqim bor. To'g'rimi? Shuna bilasizmi? Iddasi tugagandan keyin olishga farqingiz bor, albatta. Понятно. То есть bu narsaga normalni qaraydigan bo'lsangiz, понятно. Bunga конечно bu narsaga normalni qarashligimiz u boqib olingan o'g'il sizni o'g'lingiz emas.
Men bir paytlar bir Abdulla Karimov degani bilan aynan shu bahsni gaplashganman. U yozganki, Muhammad o'zining jiyanini, o'zini o'g'lining xotini bo'lgan o'zini jiyanini nikohiga oldi deb yozyapti. Men aytyapman, birinchidan Zaynab Rasulullohning jiyani emas, ammasining qizi. Ya'ni ammavachcha. Va Zayd payg'ambarimizning o'g'li emas. Qur'onda turibdi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. O'g'ling emas deyapti. Boqib olgan bilan o'g'il bo'lib qolmasligini isbotlash uchun bu hodisa bo'lgan. Bo'ldi, buni hamma tushunib turibdi. Bu yerda tushunmagan gap yo'q. Tushunmaslikni istamagan odamga tushuntirishga majbur emasmiz. Siz tabiatingizda moral tushuncha shakllantirib olib, bu to'g'ri kelmaydi desangiz, biz ham aytamizki, o'sha Abdulla Karimovlar, siz aytmayapman, ateistman, dahriyman deb turganlar. O'zini onasi bilan uylanishlikni agar rozi bo'lsa joiz degan. Sizni tushunchangizdagi odamlar siz aytmasligingiz mumkin. Nimaga desa, chunki bu moral tushuncha shuni tasdiqlasa qilaveramiz degan. O'zini onasi bilan qo'ying u temadan demoqchi bo'lganim, demoqchi bo'lganim moral tushuncha do'stim, moral tushuncha sizni fikringizga qotib qolishga majbur emas. Moral tushunchani bizga islom o'rgatadi. Islom aytadiki, boqib olingan o'g'il o'g'ling emas deydi. Tamom. Ikkinchisiga. Ana bu, ikkinchisi emas, u kelishi, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей. То есть, qaysi bolani asrab olsangiz ham xotinni olishga sizga davro deyapti. To'g'rimi shu oyatni oxirroqiga? Necha marta qaytardim hozir. Ha, bo'ldi, tushundim. Siz uchun значит bu normalniy narsa bo'lsa mayli. Tushunganingiz yo'q. Sizga aytyapman, sizga. Siz otangizning o'g'limisiz yo qo'shningizdan bir kasa sho'rva ichib qo'shnining o'g'li bo'lib qolasizmi? To'g'ri, gapiring domla, конечно, otamning o'g'li bo'laman. Yo, siz aytyapsiz, qo'shnining o'g'li bo'lib qolaman deyapsiz. Hozirgi moral tushunchangiz bilan. Qo'shningiz sho'rva bersa, qo'shningizning o'g'li bo'lib qolmaysiz. Bir odamni bir kishi boqib olsa, yo sizga tushunarli bo'lsin aytdim, sizga haqorat sifatida qabul qilmang. Bir odam bir kishini boqib olsa, uning o'g'li bo'lib qolmaydi. Mani odamni boqib olsa, boqib olganda eshitib turing, bir odamni boqib olganda unga maksimum nima bera oladi? Go'sht beradi, non beradi, suv beradi, joy beradi, kiyim beradi. Lekin unga otalik bera olmaydi, biologически otasi emas uni. Mana shuni isbotlayapti islom. Islom aytayaptiki, odamlar ichida tarqalib qolgan, boqib olgan o'g'il meni o'g'lim degan moral tushuncha xato. Buni yo'q qilishimiz kerak. Qanday qilib yo'q qilamiz? Payg'ambar alayhissalom boqib olgan o'g'li xotinini taloq qildi. Rasululloh taloq qil demadilar. Bir necha bor kelib Zayd aytgan. Men taloq qilaman deganda yo'q deganlar. Sabr qil, sabr qil. Oxiri majbur bo'lgan, Alloh taolo aytdiki, Zayd taloq qilgandan keyin sizga uni nikohlaymiz dedi. Zayd taloq qildi. O'sha o'qing, falamma qabo Zaydun shu. Zayd taloq qilgandan keyin, iddasi chiqqandan keyin Alloh taolo Zaynabni nikohiga, ya'ni nikohladi. Zaynab onamizni hadislarda bor. Faxrlanadigan jihatlari bor edi. Xotinlari ichida hammalari o'zini faxrini aytardi. Oysha onamiz aytardilarki, men qiz bola bo'lib tekkanman payg'ambarga derdi. Shunda Zaynab aytardiki, hammanglarni payg'ambarimiz o'zlari nikohladilar. Lekin meni Alloh taolo nikohladi deb faxrlanadilar. Xudo berdi degan narsa bor, men buni bilaman, eshitganman, lekin to есть hozirgi paytda yana bir marta aytaman, berdi emas. Osmonda, bizning nikohimiz osmonda bo'ldi. Ya'ni Qur'on bo'lib nozil bo'ldi. Zavvajnaka haba. Sizni Zaynabga nikohlaymiz deyapti Alloh taolo. Хорошо. Tushundingizmi? Demak, xulosa. Endi to'xtang. Men xulosa qilay, eshiting. Payg'ambar alayhissalom davrlarida boqib olingan farzandni odamlar o'g'lim deb yurardi. Bu xato edi. Boqib olingan farzandni o'g'lim deyish insonlar orasida noto'g'ri moral tushuncha edi. Bu noto'g'ri moral tushunchani to'g'risini amalga oshirish uchun Alloh taolo Zaydga Zaynabni nikohlanishligini va ular orasida kelishmovchilik bo'lishligini va Zayd Zaynabni taloq qilishligini va iddasi tugagandan keyin Zaynabni Rasulullohga nikohlashlikni iroda qildi. Oysha onamiz aytadilarki, agar payg'ambar Qur'oni Karimni nimanidir bekitishni xohlaganda edi, shu oyatlarni bekitardi. Odamlar malomat qilib tashayapti. Nima deyapti? O'zini o'g'lini qizini oldi-ya deb, o'zini o'g'lini xotinini oldi. Shunda Alloh taolo aytdiki, ey Muhammad, ey odamlar,
Muhammadning o'g'li yo'q. Sanlar Zaydni Muhammadning o'g'li demalaring. O'sha kundan keyin Zayd ibn Muhammad emas, Zayd ibn Horisa bo'ldi otlari. Horisning o'g'li. Hozir ham biz Zayd desak ibn Horis deymiz. Nimaga ibn Muhammad demayapmiz? Chunki Muhammadning o'g'li emas. O'g'li bo'lmagandan keyin u begona. Sho'rva bersa o'g'li bo'lib qolmaydi. Osh qilib bersa o'g'li bo'lib qolmaydi. Biologik otasi bor uni. Mana buni isboti uchun Alloh taolo buni Хорошо. Ana bu savolni tugatish uchun oxirgi ana shu savolga nima itob qilish uchun hozir siz bitta bolani agar imkoningiz bo'lsa dedondan olib katta qilasiz, unga xotin olib berasiz, uni xotinni u razvod qilsa olsa olib bilasizmi o'zingizga? Shuni normalniy hodisa deb bilasizmi o'zingizga? Normal hodisa deb necha marta aytdim? Necha marta aytdim hozir? Yana qaytadan nimaga so'rayapsiz? Xo'sh, bo'ldi bunga Chunki u o'g'lim emas meni. Chunki u o'g'lim emas. Qo'polroq qilib aytdim sizga, aziz sizga qo'polroq qilib aytdim, tushunarli bo'lish uchun. Siz otangizning o'g'lisiz. Qo'shningiz sho'rva bersa, qo'shningizning o'g'li bo'lib qolmaysiz. Siz otangizning o'g'lisiz. Sizni Xudo ko'rsatmasin oilangiz bir ayol bilan uylandingiz, qiz bilan yashadingiz, nimadir bo'ldi, ajrashdingiz. Ajrashib taloq berib ketdingiz. Qo'shningiz sizga sho'rva bergan. Qo'shningiz o'sha qizni ola olaydimi? Bo'ldi, tushundim. Nima demoqchi ekanligingizga tak savolim bungaki, ana bu biza bilamiz, ana shu 7-asrdan keyin arablar kelgan va O'rta Osiyoni bosib olgan. Biz O'rta Osiyoda, ya'ni kechirasiz nima? Bosib olmagan. Xo'sh. Tarixda borki, ana shu bizada O'rta Osiyoda hamma odamlar Zardushti, Buddhist, dinsiz, har xil dinlarga bo'lgan. O'rta Osiyoda arablar kelishdan oldin. Bu savolni men ko'p odamga bergan, javob ololmagan. Ana shu ayniqsa Shohizinda joyiga borib, ana bu Qusam ibn Abbos degan odam kelgan-ku bizaga. Payg'ambarimizning amakilarining o'g'li. Ana shu odam shuni o'ldirib ketgan, o'sha uchun odamlarga majbur qilgani uchun o'shanga savol javob bo'lib ketdi-da, o'sha mavzuda. Ya'niki Qur'onga yoziladi. Oyatul Kursidan keyin 2-surada siz yaxshi bilasiz, la ikraha fi din deb yoziladi. Dinga majburlash yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Agar dinga majburlash yo'q bo'lsa, nima uchun necha ming kilometrdan ana shu Saudiya Arabiyadan desak, O'rta Osiyoga nima uchun kelib bostirib majburlab 200 yil odamlarni islom diniga majburlab kiritdi arablar? Qani majburlagani? Majburlagani birinchisidan tarixda, любой tarixda o'qisangiz agar o'rta asrlarga mustashriqlarning tarixini o'qiyapsiz. Siz Bartoltning tarixini aytyapsiz. Siz Shaxtning tarixini aytyapsiz. Siz Al-Bidoya va Nihoyani o'qiyapsiz. Любой tarixni oling, islom tarixida unday emas. Islom tarixi emas, fathni farqiga bilasizmi? Nima? Bosqinchilik bilan fathning o'rtasidagi farqni bilasizmi? Fath победа degani arab tilidan. Men tilini so'ramayapman. Fath bilan bosqinchilikning orasidagi farqni bilasizmi? Farqini men uchun ikkalasi bir narsa. Yo'q, bilmasda. Siz uchun bir bo'lganligi uchun noto'g'ri xulosa chiqaryapsiz. Bilmas ikkalasi. Savolim shundaki, fathning 3 ta g'oyasi bor. Savolni to'g'rilash uchun aytyapman. Fathning 3 ta g'oyasi bor. Savolni to'liq beray sizga. O'rta Osiyoni ana shu любой мировой историяni olsak, мировой история. Любой emas. Siz do'stim, siz o'qigan tarix u. Любой tarixni aytaman sizga, olib o'qing, unaqa gap yo'q. Ya'ni men o'qigan tarix va siz asosan
islomga muxolif bo'lgan, islomni har doim yomonlash uchun vazifalantirilgan vazifador tarixchilarni tarixi bilan savol beryapsiz. Unday emas. Islomning o'zini tarixi bor. Qutaybi ibn Muslim qachon kelgan, Shohizinda Qusam ibn Abbos qachon kelgan, Qusam ibn Abbos bilan necha kishi kelgan bu yerga, nimaga o'ldirishgan ularni. Bular umuman islom tarixchilari tomonidan ham o'qishingiz kerak. Ya'ni ratsional qarash uchun. Irratsional qarash faqat bir tarafni gapi bilan bo'ladi. Hop. Savolni tugating, bo'ldi endi. Savollar shundaki, nima uchun arablar O'rta Osiyoni bostirib oldi? Biz ularga bormabmiz-ku, to'g'rimi? To есть biz ularga bosib olmadi-da. Завоевание Средней Азии Завоеваниyaga oldin ikkita talabi bor. Ikkita talabni qabul qilsa urush bo'lmaydi. Nimaga Malayziyaga hech qanaqa urushsiz islom kirib bordi? Urush bo'lmadi Malayziya, 190 qancha foiz aholisi musulmon. Bizdan oldin fath bo'lgan u joylar. Siz tarixni o'qiganda tarixning atrofidagi siyosiy, o'sha davrdagi muhitni yaxshi bilishingiz kerak. U arablarga qarshi chiqqan odam kim edi? Hakim ibn Hisham. Muqanna bilasizda? Bilaman. Muqanna qahramonmi sizcha? Muqanna men uchun oldin qahramon emasdi, endi normal odam bo'lib chiqyapti. Chunki bu temani bilaman. Bu temani qo'yaylik. 100 ta xotini bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Siz Muqannani qahramon deyish uchun 100 ta xotini borligini ham chekaga surib qo'yapsiz. Muqannani 100 ta xotini bor edi. O'zini xudo derdi u. O'zini xudo derdi. Eshiting endi, men sizga aytaman. Endi sizga bitta tushuncha, dars bu. Xohlang oling, xohlang olmang. Bizda hozir Facebookda 1600 ta odam kuzatyapti. Ya'ni bu haqiqiy ma'noda foydali, ya'ni dialogning shunaqa foyda taraflari bor. Siz men bilan gaplashayotganingizda mana tarixdan savol beryapsiz-ku. Meni domla, mulla, Qur'on, sunnat demang. Meni tarixchi sifatida qabul qiling. Men tarixni juda qiziqaman, juda o'zimcha tarixchilar bilan gaplashishlikka kuchim yetadi deb o'ylayman. Tarix bo'yicha gaplashish uchun tarixni, masalan, tarixdagi jarayonlarga to'g'ri xulosa berish uchun 3 ta narsani bilish kerak. Bilasizmi nimani bilish kerak? Mana tarixga xulosa yasayapsiz. Arablar kelib bostirib olgan deyapsiz. Siz xulosa beryapsiz. Arablar kelib bostirib olganligini bilish uchun o'sha tarixiy jarayonlarda O'rta Osiyodagi 3 xil vaziyatni to'g'ri bilishingiz kerak. Ana o'shanda o'sha vaziyatlarga solishtirib, ha, bosib olgan, ha, bosib olmagan deb javob berasiz. U vaziyatlarni bilmasangiz, tarixni bilmaysiz. Tarix haqida ma'lumotingiz bormi? Bor. Конечно, bor. O'rta Osiyoning savolim domla, savolim oxiriga tushundim. Siz menga savollar juda ko'p, menga juda ko'p savollar, vaqtingizni olib o'tirmayman. Shu O'rta Osiyoni kelib bostirib odamlarga majburlab bu dinni qo'ygan. То есть заставили людей принять ислам. Bu yerdagi odamlar islom diniga muhtoj emas edi. Da. Tushundim. Farazan bostirib olgan degan tushunchangiz bilan bo'lsa-da, islomning O'zbekistonga, to'g'rirog'i O'rta Osiyoga kirib kelishi O'rta Osiyoning insoniylik tarixida inqilob madaniyatiga sabab bo'lgan. Ben bunu ispatlayman sizga. Endi asli bostirib olmagan. Qusam ibn Abbos hijratning 50-yillarida kelgan. U odam qurol bilan kelmagan. U odam Buxoroga kelgan. Buxoroga kelgan paytida Buxoroda O'zbekshoh degan tarixiy shaxs bo'lgan. O'zbekshoh. Eshitganmisiz bu odamni? Da. Bu odam uni sayyidlardan deb qabul qilgan o'ziga. Mehmondorchilik qilgan. Bizni xalqimiz islomni qabul qilmasdan oldin ham andishalik, mehmondo'st, hammasi zardosh bo'lmagan. Butparastlar bo'lgan, zardoshlar bo'lgan. Bugungi kunda o'sha eski O'rta Osiyodagi diniy qarashlarni Oltoy o'lkalarida qoldiqlari bor. Bilasizmi? O'liklarni olib borib quzg'unga yedirish, suyaklarini qaynatib ostonasiga ko'mish, bu bor hozir. O'shunaqa madaniyatdagi odamlar bo'lgan. Shu bilan birga O'rta Osiyoning ma'lum bir qismlarida
tavhidga e'tiqod qiladigan, yakka xudolikka e'tiqod qiladigan jamoalar ham bo'lgan. Buni tarixiy asoslarda isbotlari bor. Husom ibn Abbosni podshoh o'sha davrning amiri hurmat qilganligidan g'ayr qilgan, hasad qilgan ba'zi dushmanlar xoinona o'ldirishgan. U shoh zinda deydi, tirik shoh kirib ketdi boshqa deydi. Undan keyin 100 nechinchi yillar hijratdan keyin, bir asrdan keyin Qutaybi ibn Muslimning lashkarlari O'rta Osiyoga keldi. Kelib Samarqandni fath qilishdi. Birinchi fathning 3 ta sharti bor. Bosqinchilik bilan fathning o'rtasida farq bor. Buni farqiga ikkalamiz kelishib olmasak, fathni ham bosqinchilik deb o'ylaysiz, oqibatda majburlik deb o'ylaysiz. Islomda majburlash yo'q. La ikroha fid din, u hozir tarixda ham shu. Boshqa bir oyatda faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Kahf surasida xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lsin. O'zini ishi. Lekin fathning ma'nosi islom yetib kelmagan mamlakatlarga islomning haqiqatini yetkazish. Islomning haqiqatini qanday yetkaziladi? 3 ta maqsad bilan yetkaziladi. Birinchisi, odamlarni zulmidan odamlarni qutqarish. Ya'ni siyosiy diktaturadan erkin jamiyatni paydo qilish uchun keladi islom. Kelib aytadiki, pastda turgan xalqqa, sizlar mana bu odamlarni qul emassizlar. Tepada turgan odamlar ham sizlar bilan bir xil taom yeyishga, sizlar bilan bir xil kiyim kiyishga, sizlardek bir xil yashashga majbur. Sizlar ularning oldida har doim qarzdordek o'zinglarni his qilishga majbur emassizlar. Mana bu ideyani bergani kelgan birinchi ideyasi bu. Ya'ni Robi' radhiyallohu anhu Forsga borganda Rustam so'ragan. Rustamni doston deymiz ertaklarda. Forsning katta qo'mondoni. Nima uchun keldinglar deganda, qad istaba'athallohu ta'ala linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad. Mana bu hokimlarga qullik qilishdan sizlarni qutqarib, yakka Allohga qullik qilishlikka sizlarni qutqargani keldik. Birinchisi. Va min diqid dunya ila si'atil akhirah. Ikkinchisi. Sizlarni dunyo torligidan qutqarib, faqat dunyoni o'ylaydigan emas, oxiratni o'ylaydigan ummat bo'lishinglarga bildirgani keldik. Va min jawril adyan ila adlil islam. Odamlarni Muqannega o'xshagan, Fir'avnga o'xshagan, Namrudga o'xshagan odamlarning siyosatiga qullik qilishdan islomning adolatiga chiqargani keldik degan. 3 ta g'oya bu. Bu fathning g'oyasi. Endi fathning rasmiy sayt, ya'ni rasmiy qog'ozlardagi taklifi birinchi O'rta Osiyoga kelib musulmonlar taklif qiladi. Musulmon bo'l, salomat qolasan. Jamiyat musulmon bo'lsa bo'ldi, hech kim tegmaydi. Amir amirligicha qoladi. Ma'mur ma'murligicha qoladi. Hech kimning taxtini hech kim olib qo'ymaydi. Ular ketadi davom etib. O'sha joyda islomni qabul qiladi. Islomning adolati hokim bilan mahkumni tenglashtiradi. Keyingi etapda. Ikkinchisi, yo'q, musulmon bo'lmayman desa, unda deydi, menga bu xalqqa islomni yetkazishlikka yo'l ochib ber deydi. Din da'vat qilamiz, qurolsiz. Agar unga ham to'sqinlik qilsa, unda bu diktatura hisoblanadi. Diktaturaning qo'li ostidagi odamlarni qutqarish bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ham birinchi qonunlardan bo'ladi. Masalan, shu bahona bilan Iroqqa kirib Saddam Husaynni o'ldirishdi. Shu bahona bilan. Diktatura deyishdi, xalqini ezyapti. Oxirigacha yetay, bo'lmay turdi. Mana bu narsalar qabul qilmasa, uchinchisini ham unda urush bo'ladi. Urush bo'lib bo'lsa ham xalqni istibdoddan qutqariladi. Endi fath bo'ldi deylik. Fath bo'lganda bosqinchilikdan nima farqi bor? Masalan, bosqinchilikda millatning boyligini olib, bosib olgan mamlakatni poytaxtiga tashiladi pullar. Lekin fathda pul o'ziga ishlatiladi. Boylarning puli kambag'allarga beriladi. Zakotda Toshkentlik boy uni Hindistonga olib borib berishga haqqi yo'q. Toshkentni o'ziga ishlatadi. Bosqinchilikdan farqi bor. Domla tushundim. Domla tushundim. Siz aralashtirib bo'ldingiz, hammasini aralashtirib bo'ldingiz. Bu siz aytishingiz bo'yicha nuqta qo'yaman.
nuqta Siz qo'yaman. aytishingiz- Nuqta qo'ygandan keyin sizni yo'q, aytishim bo'yicha aytaman. Nuqta qo'yaman hozir. Ozgina qoldi. Bemalol hali, shoshmang. Endi mana shu vaziyatdan Qutayba ibn Muslim foydalanmagan. Tushundingizmi? Qutayba ibn Muslim hiyla bilan Samarqandga kirgan va Samarqandda islomni qabul qilishib, urush janjal to'polonlar bo'lib, bir qancha isyonlar bo'lgandan keyin o'sha davrdagi zamonaning xalifasiga shikoyat borgan O'rta Osiyoda. Qutayba ibn Muslim islomning shiorlariga ko'ra kirmadi, bizni aldab bosib oldi deganda buyruq keladi. Qutayba ibn Muslim Samarqandni butun askarlar bilan topshirib chiqadi qaytadan. Keyin ularga taklif qilganda taklif bo'ladi. Endi namozga pul berishlari, Zardushtiylarning asarlarini yoqib olishlari, bunga o'xshagan narsalar siyosiy vaziyat. Buni qilish ba'zan joizdir, ba'zan joiz emasdir. Lekin endi natijani aytaman, bo'ldi, sizga so'z beraman. Islom bizga kirib kelgandan keyin dunyoga madaniyat borasida ustoz bo'ldi bizning ummat. Ko'p o'tgani yo'q. Bir asr o'tmasdan butun dunyoga islom ummati podshoh bo'ldi. Imom Buxoriy, Buxorolik. Sizni aslida yurtingizning o'g'loni, bizni millat. Buxoriy hadis to'plash oqibatida butun dunyoda shu uchun Buxoroni sindirib tashladilar. Shu uchun Buxoro dardala bo'lib ketdi, ana shu islom dini bo'yicha. Yo, Buxoroni siz Buxoroni sizga o'xshagan odamlar himoya qilmayapsizlar-da. Buxoroning tarixi juda baland. Buxoro, masalan, siz dunyoni musulmon mamlakatini xohlagan joyga borib, men Buxoriyman desangiz, qaytadan quchoqlab ko'rishadi siz bilan. Sizni hurmatingizni o'rniga qo'yadi. Siz yer ko'rgan, mamlakat ko'rgan odamsiz. Demak, tezda bo'ldi. Endi sizga o'sha islom madaniyatining bizni millatga bergan yutuqlari islom orqali bo'ldi. U bosib olgani yo'q. Bizga fath qildi, ochib berdi katta eshiklarni. Fath degani yutuq emas, ochish degani. Fotiha degani ochuvchi degani. Bizga dunyoga maydon ochib berdi islom. Hech kimni majburlab dinga kiritish yo'q islomda. Qabul qilgandan keyin u dunyoga o'zini ko'rsatdi. Tushunmagan joyingizga savol, qabul qilmagan joyingiz ixtiyor sizda. Asl haqiqiy tarix bu. Bartoltning tarixi to'g'ri emas. Xish. Men yakunlayman. Menga savollar ko'p. Yana bir gaplashganimiz uchun siz bilan katta rahmat. Yana biron kun agar vaqtingiz bo'lsa gaplashib olarmiz. Ana shu Alloh xohlasa inshaalloh. Savollar bo'yicha katta rahmat, domla. Yana siz kimnidir taklif qilgan edingiz? Sheriklaringiz kim bor? Do'stim kutib o'tiribdi, shu uchun o'zi tugatyapman. Do'stlarim kutib o'tiryapti, shu uchun tugatyapman, yozyapti. Tanishgandan xursandman. Madaniy suhbat qilgan uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Har doim eshigimiz ochiq, Zoom eshigimiz. Kirgan paytimizda keling, suhbatlashamiz. Salomat bo'ling. Keyingi do'stimizga so'z beramiz. Alimbekka berdim.